Prezidentni o'zi aytdi, bundan buyon korrupsiyani oqlagan yoki korrupsiya borasidagi yangi tizimga qarshi chiqqan istalgan rahbar lavozimidan ozod etiladi va javobgarlikka tortiladi. Yoqmasa ketadi, qonun oldida javob beradi hammaga. Muhokama ham qilmanglar. Mening quloqimga ko'p kelyapti, unday ekan. U kecha-yu kun muhokama qilsalaring ketasizlar hammalaring. Qabul qilasizlar, majbur bo'lasizlar. Endi 1-yanvardan O'zbekistondagi barcha davlat tashkilotlarida rahbarning compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha mas'ul o'rinbosari, jumladan hisob palatasi vakili lavozimi joriy etiladi va endi korrupsiya juda qattiq nazoratga olinadi. Ayniqsa davlat byudjeti mablag'larini maqsadsiz sarflash, talon-toroj qilish masalasida. Juda ko'pchilik bu borada ayniqsa erkin harakat qilgan, buni korrupsion holatlardan ham ko'rib turibsizlar. Qanday og'ir bo'lmasa ham har bir idoraga kirib, ko'zimizni moshtak ochib, kimgadir yoqmasa ham aytamiz bu gaplarni. Va eng mazza qilgan joyimni aytaymi? Prezident o'sha zalda o'tirgan rahbarlarga shundoq qaradida aytdi. Lavozimim, unvonim bor deb yoki boshqa bir narsaga ishonib yurgan rahbarlar ortiqcha xomtama bo'lmasin degan gapni tikka aytdi hammani ko'ziga qarab. Menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Adashadi. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratda chetda qolmaydi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb ko'riladi. Ana shuni bilinglar. Bu yangi tizim majbur bo'ldim bu tizimni joriy qilishga. Xo'sh, O'zbekistonda korrupsiya qaysi sohalarda ko'proq uchraydi? Hali ham maktab, poliklinika, bog'chami yo katta korrupsion holatlar haqida bilasizlarmi? Nimagadir bizda nahanglar qolib, mayda baliqlar ushlanadi.